Birinchi qismda men nohaq qamaldim va qamoqxonadan qochib ketdim. Yangi shaharga ko'chib keldim. Bu yerda esa meni ajoyib va qiziqarli voqealar kutib turgandi. Va nihoyat men yangi shahardaman. Bola, menga yordam ber. Kim bu? Nimaga chaqiryapti meni? Xo'sh. Assalomu alaykum, bratim, qalaysiz? Tuzumsiz, charchamaysiz? Nima xizmat? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zing ham charchamayapsanmi? Endi bilasan, qarichilik, qiynalyapman. O'shanga menga ozroq yordam ber. Nima yordam? Qo'ldan kelsa albatta yordam beraman. Qarochi, mana shu o'ng tomonda turgan mashina bor-ku, o'sha mashinani ishga chiqarib bergin ko'chaga. Xo'p, hozir bu easy-ku, oson-ku, bu ishni qilish menga вообще-то oson. Mashina haydash bo'yicha professional bo'lib ketganman desa ham bo'ladi. Xo'sh, birinchi zavodi qildik. Ana endi sekin orqaga olib keyin, oldinga olib, orqaga, oldinga qilib asta chiqarib yuboraman. Urib olmasam bo'ldi, chunki urib olsam birovning mashinasi, lekin mendan yordam so'ragan vaqtda yordam berishim uchun albatta normal haydashim kerak. Xo'p, mana shu yoqqa asta va bo'ldi. Mana shu yerga qo'yaman, turadi qarochi. Lada ekan, Lada yo'qmaydi menga, Lada mashinalar. Xo'sh, bratam, chiqardim. Endi nima qilay? Endi yana bitta yordaming kerak. Endi oldinda turgan mashinani ham chiqarasan. Nima? Bu mashinamni hayda olmayman-ku. Iloji yo'q, yordam berish keldingmi? Yordam ber. Maylinchi, lekin bu вообще sport kar. Juda ham qimmat bo'lsa kerak. Buni haydayman deb tag'i bir joyga tiqib yubormay. Wow, salonni qaranglar, juda ham chiroyli. Bunaqa mashinalarni umrimda birinchi marta haydashim, to'g'risini aytsam. Brat bu mashinalar qayerdan olgan? Juda ham boy odam ekan, lekin uyi ham katta ekan, bitta hovlida bir o'zi turar ekan, lekin gap yo'q, prosta bu holatga albatta like bosish kerak desam, yo like bosmaylar, shart emas. Wow, dvigatelni qaranglar. Yo, mana bu mashina lekin juda tez mashina ekan, haydash ham qiyin bo'ldi o'zi. Brat, mana kiritdim, bo'ldimi? Ketaveraymi endi? Yo'q, yana bitta yordam kerak. Oxirdagi mashina, qora mashinani ham olib chiq. Qanday olib chiqaman? Bu yerda mashinalar turibdi-ku. Iloji yo'q, yordam berish keldingmi? Yordam ber endi. Mayli-da. Oho, bu mani bobomdan ham katta bu mashina. Nechinchi millioninchi yildan qolib ketgan bu mashina. Mana ularni avval orqaga olish kerak, keyin oldindan chiqarib ketsam bo'ladi. Brat, olayapmi orqaga? Mayli, tezroq chiqar. Xo'p, maylinchi-va. Xo'sh, o'tiramiz. Tak. Yaxshi tusha qolaylik, chunki rul tomonda ekan, bu tomon minimumman qaranglar. Voy garang, rulda bu tomonga turib, men bu tomonga bo'ldi o'zi orqaga o'z xalosda turganiga orqaga ketibdi. Bu rul nari tomonda ekan. Xo'sh, asta-asta chiqarmasam bo'lmaydi, chunki bu mashinalar birortasi biror joyga bir tekkizib olsa, mendan ham qimmat tursa kerak. Meni ikkitani sotsa ham bu pullar u pulga bu mashinalar bermasa kerak. Lekin urmayman, chunki men professional darajadagi shofer emasman, lekin hazillashdim. Normal, xullas haydashni bilaman, taksichilik qilganman vaqtda. Xo'sh, bu tomonga o'tamiz. Arendaga ko'p mashinalar olib haydaganman. Biratda o'tirishini qaraylik, nos chekib olgan, nos kayfini olib turibdi. Xo'p, mayli, bizga qizig'i yo'q. Xo'sh, orqaga haydaymiz avval, asta-asta. Xo'p, Bakkoga qarab haydayapman birinchi marta. Shu vaqtgacha tepasidan qarab haydardim. Bo'ldi, yopamiz. Ehtiyot bo'lish kerak, ko'p orqaga haydamaslik kerak. Aytdim, bu mendan ham qimmat tursa kerak bu mashinalar. Mana bu mashina retro mashina ekan, menga yoqdi, lekin juda chiroyli mashina ekan. Lekin bu brat bitta narsasiga qoyil qoldim. Zapravkani uyga qo'ndirib olgan ekan, hamma mashina uydan zapravka qilib ketar ekan. Xo'p, asta. Xo'sh, asta buramiz. Xo'p, mana chiqardim. Xo'p, bo'ldi, to'xta. Tormoz unchalik yaxshi emas ekan, lekin o'ldirib yuborsa kerak bu chiqqan odamni, lekin mayli, menga qiziq, men haydamayman-ku mashinalarni. Brat, va nihoyat ishlar ziqib bo'ldim. Endi ketsam bo'lar? Yo'q, sen endi shu yerda yashaysan. Nimaga? Bu uy bilan mashinalar senga. Men bu yerdan ko'chib ketyapman. Wars qidirayotgandim. Wars sensan endi. Yo'q, shuncha narsa mengami? Senga baxtli bo'lib yashayversan sen bu yerda. Men hozir Dubayga uchib ketaman. Dubayda meni udar uylarim bor, udar mashinalarim bor. Yo'q, wow, rostdanmi? Juda ajoyib uy-ku bu uyda men yashasam. Meni ko'rgan qiz o'zini osib o'rsa kerak. Wow, bu yerda telefonlar qaranglar. iPhone bor ekan, Samsung, menga iPhone kerak emas. Musur, men o'zimning knopchli telefonim udar. Xo'p, televizor, bu yerda nima balon o'q ham yo'q. Xo'p, 2 qavat ekan. Yo, birinchi qavatda qaranglar, vanna, ana xona bor ekan, kagrazman kerak xona. Bu yerda oshxona, ikkinchi qavatda nima bor ekan?
Xo'p, albatta bu yerda balkon juda go'zal. Ana brat ko'rinarmikan? Ya bu yerdan ko'rib bo'lmas ekan. Lekin shahar ko'rinar ekan. Wow, ko'l ham ko'rinar ekan. Ko'l emas, kanal-ku. Bu uyda ichida pul ham bo'lsa kerak, albatta puli bo'lsa albatta men o'zimga albatta nima yodlab oldimmi? Xo'p, asta pastga tushib ana brat yoniga bir enib kelayotganin yana nima gaplar bor. Brat rostdan menga beryapsizmi shuncha narsani? Nima deb tushda bo'lyapsan? Garangmisan, to'ymisan, bilay, hammasi senga. Yo, mashinalar haqida ham hammasi mengami? Ha, senga hammasi. Men hozir samolyot keladi, samolyot bilan ketaman. Uyga chiqsang ikkinchi qavatda sefda pul turibdi, o'shalar ham senga. Yo, aytdim-ku sizlar, ko'rdinglarmi? Pulim bor dedim, bu uyda qayerdadir pulim qo'yib ketganini bilardim o'zi. Xo'sh, mana sef va bu yerda ikkita hamyon bor ekan. Hamyon. Xo'p, birinchi hamyonni ochadigan bo'lsa, ichida $106,240. Ya, buncha pul men nima qilaman? Qaranglar. Xo'sh, 5 ta yetadi. $20likdan ham 5 ta olaylik. $50, $20. O 9 ta bor, amalinchi u. Xo'sh, buni qo'yamiz qaytarib. Mana bu hamyon ichiga $1 bor. Mana bu ikkalasini solsam o'z $430. Yonimga $430 birinchi marta pul olib yuraman. Bu yerda kiyimlar bor ekan, mana bu yerda hech nima yo'q ekan. Ana shu shkaflar, kiyimlarga qaranglar. Xo'p, mana bu shkaflarda ham hech nima yo'q. Atak zo'r ekan, menga yo'qdi. Men bu yerda endi yashab tashlayman. Bu yerdan chiqib, bu yerdan tushib, bu yerdan chiqib ketibman. Qaranglar ahvolni. Bratan qani, bratan ketaveribdi, bratan. Samolyot kelib uchib ketaman deb turuvdi. Samolyot kelgan shekilli. Mana sandiqda nima bor ekan? Sandiqda, zaryadchi, demak elektr bilan ishlaydigan mashinalar zaryadlanadi. Ana endi men qiladigan bitta yagona, bitta emas 3 ta ishim, mana 3 ta yagona mashinalar kiritish kerak qaytarib. Nimaga olib chiqdi shuni aytsa menga haydash bilasanmi deb so'ragan, haydash bilaman derdim. Mayli, endi qaytarib kiritamiz, lekin shuncha mashina o'zimning mashinam-ku. O'zimning mashinam bo'lgandan keyin kiritish menga problem emas. Kim ham tekinga berilgan mashinani ko'chada qoldirib ketardi? Menimcha hamma kirgizib olib, egallab olib haydab ketsa kerak menimcha. Xo'p, asta-asta kiritamiz, yo'qsa bir joyda patarot qilib, uyda ham, mashinani ham bir joyga tiqib yubormay. Xo'p, mana shu yerdan asta ko'rdinglarmi? Burshi, вообще buradigan burg'ichman-ku. Xo'p, tushamiz. Voy, devor tubiga to'xtatib qo'yman-ku, qisilib chiqib ketaman. Bu yerda qanday chiqaman endi? To'xtanglar, menda miya bor, nimaga miyani ishlatmayapman? Minamizda bu tomon passajir tomonga o'tamiz. Shu passajirdan, passajir emas, yo'lovchi tomondan tushib ketamiz. Xo'p, mana aka, ayqi fitvilion, iqi fitvilion. Kimga shunaqa iqi fitvillionlar kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga yozib qoldirsin. Men iqi fitvillionimni miyamdan tashlab beraman sizlarga. Lekin вообще zo'r mashinalar ekan, menga yoqdi bularda. Shaharni mazza qilib aylanib yursa bo'lar ekan. Sizlarga ham mana shunaqa mashinalar tavsiya qilaman olishni. U uchun bitta boy odamning uyiga borib dada desalar bo'ldi. Sizlar o'g'il qilib olib mashinasini ham uyini ham berib yuboradi. Kecha bilasizlar o'tgan qismda, ya'ni birinchi qismda men qamaldim, ikkinchi qismda milliarder bo'lib ketdim. Trilliarder desam bo'lar, $1 ta mashinam, uyim, $1 pulim, hamma narsam bor. Hali bu bilganim, bilmagan yana nima narsalarim bor. Bu uyni titib ko'rmadim hamma joyini. Mana bu mashinada datchik yonib qopti, o'chirmasak bo'lmaydi. O'chirib qo'ymasak chiqillab asabni buzib tashlaydi, ammo mana bu mashinamizda ham datchik yonib qopti. Buni qanday o'chiraman endi? Xo'p, mashindan bir amallab minib oldim. Ko'rdinglarmi qanday uslovya? Bu o'chiq ekan o'zi. Boshqa mashinadan kelyapti ekan. Voy, yana qisildim. Nima chiqib oldim shu mashinaga, qaytib men bu tomondan tushib ketaman. Xo'sh, bo'ldi, tushdik. Endi yopib qo'yamiz eshikni devorga urib olmadim degan umiddaman, chunki bu qirilsa bu qimmat mashina. Buni eshigini bilmayman, qayerdan olsam bo'ladi, qanchaga olsam bo'ladi. Pochkani sotish kerak buni eshigini olish uchun. Reddi bor, Reddi do'stim, o'sha pochkasini sotib yuboraman. Lekin o'tgan qismda qizig'ini o'ldirib ketishganda, o'ligini topaman-da, tesib olib pochkasini sotib yuboraman. Ana menga pulda, keyin любой mashinani ichidagi zapchasini sotib olib qo'yaversam bo'ladi. Xo'p, mana bu mashinani ham endi amallab ichkari kiritib, o'sha qatorga joylashtirib olsam, shu meni milliarderskiy hovlim tayyor bo'ladi. Ichida pullar, mashinalar, uyda o'zi, men borman eng qimmati. Chunki men bo'lmasam bular bo'lmasdi. Men shaharga ko'chib kelganimdan men shu narsalarga ega bo'ldim. Eng tez ko'tarilgan odam men bo'lsam kerak, eng tez boyib ketgan.
oltin tarvuz topib olgan ham bunday bo'lib ketmagan bo'lsa kerak. Kalitchi 3-qismda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 3-qismda men zo'r voqealarga duch kelaman. Ko'rishamiz, ko'rishguncha ko'rishdik.